Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli akalar, hurmatli ukalar, hurmatli kanalimizni muntazam kuzatib borayotgan do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda Xudo xolasa o'sha data analitika bo'limidan ma'lumotlarni analiz qilish, bularni tahlil qilish, bulardan kerakli xulosalar chiqarib o'sha kelajak uchun foydali qarorlar qabul qilish uchun bizga kerak bo'ladigan bitta Plotly degan dasturimiz bor. O'sha dasturni ko'rib, o'rganib, ishlatib ko'ramiz bugun, xudo xolasa. Albatta, barcha uchun foydali bo'ladi. Demak, Google ga kirib olamiz. Google ga kirganimizdan keyin mana bu yerga yozamiz. Plotly deb yozamiz. Mana bu dastur mana birinchi chiqqani. Mana Download Plotly Studio. Bu o'zi yuklab olinadigan dastur hisoblanadi. Yuklab olingandan keyin o'rnatish juda ham oson. O'sha next ni bosib boradigan bo'lsangiz yuklab olinadi. Ko'rsatadigan bo'lsam, hozir mana bunday holatda bo'ladi o'zi. Mana download ni bosamiz. Programs mana Plotly Studio mana shu holatda turadi. Keyin buni yuklab olganimizdan keyin mana bunday ochiladi mana. Bosdim, mana o'sha kirishni bosyapman. Hozir birgalikda buni ishlatib hammasini ko'ramiz. Mana bu yerda ko'rsatmalar berib o'tilgan. Qanday qilish, nima qilishlar, boshqa barchalari. Biz mana bu yerda nima qilamiz? Plotly Studioni chaqirib, bunday chiqarib olamiz. Hozir mana ko'ramiz. Birmuncha vaqt oladi, ozgina o'rnatib toki bir ishga tushirib olguncha. Keyin ishlatib olgandan keyin har doim nima qilib turaveradi, ishlab ketaveradi, muammosiz. Albatta bu yerda bu dasturni o'rnatishimizdan maqsad shuki, bizda misol uchun aytaylik CSV fayl, comma separated, ya'ni virgul bilan ajratilgan fayllar bo'lishi mumkin yoki Excelda ma'lumotlar berilgan bo'lishi mumkin. Mana shulardan analizlar qilamiz. Data analitika deydi, ya'ni ma'lumotlardan analizlar chiqaramiz. Misol uchun mana hozir ko'radiganimiz Kaggledagi datasetlar haqida bo'ladi. O'sha yerdagi datasetlarning eng ko'p yuklanganlari, eng kam yuklanganlari bo'lishi mumkin. Eng yaxshi datasetlar, eng yomon datasetlar, mana shularni analiz qilish uchun albatta bu dastur bizga nima qiladi? Juda ham katta yordam beradi. O'zi avtomatik ravishda analizlar qilib beradi, o'zi avtomatik ravishda bizga xulosalar chiqaradi. Juda ham katta plyus tomonlari bor. Ancha vaqtimizni ham tejaydi, kuchimizni ham tejaydi. Plyus tomonlari albatta juda ham ko'p. Demak, mana shuni hozir nima qilamiz? Birgalikda ko'rib o'tamiz. Hozir mana dasturimiz yuklanib ishga tushadi. Keyin bundan o'sha akkaunt yordamida, Google akkaunt yordamida ro'yxat tutish kerak bo'ladi. Hozir men ro'yxat tutganim uchun hozir menda chiqarmadi. Mana bu yerda YouTube Video Analytics degan kecha men bitta analiz qildim, o'shani anosi chiqib turibdi. Nima deydi? Saqlangan variantdagi holati. Buni bitta yaxshi tarafi, bitta zo'r tarafi, men o'shani ham sizlarga aytib o'taman. Hozir mana generatsiya jarayoni ketyapti. Yuklash, o'sha tahlil qilish, analiz qilish jarayoni ketyapti. Mana shu qilgan analizimizni, misol uchun silkasini olib turib, bu silka chiqarib beradi bizga oxirida. O'sha silkasini o'sha misol uchun ko'rishi tegishli insonlarga yuborishimiz mumkin bo'ladi. Bizga kimdir misol uchun mana shuni analiz qilib bering deb aytgan bo'lsa, o'sha insonga nima qilishimiz mumkin? Yuborishimiz mumkin bo'ladi. Tak, mana bu yerda projects ga o'tib olaman. Buni ochmayapti. Mana bu yerda new project ni bosamiz mana. New project ni bosganimizdan keyin mana bu yerda datasetni yuklang deyapti. Mana qarang. Supported format CSV. Mana CSV formatda yuborish kerak. Maksimal o'lchami 200 megabaytdan oshmasligi kerak. Note: the first row must include column headers. Mana shu shartlarga asoslangan bo'lish kerak. Mana bosaman ustidan. Endi men bitta dataset yuklamoqchiman mana. Ko'ramiz web scrapingda mana bu Kaggle haqida 25 mingta datasetni oluvchi nima? Datasetni yukladim. Mana 26 columns, 40 megabayt, 25 mingta qator deyapti mana. Next ni bosasiz mana. Bosganimizdan keyin mana bu yerda bizga kerakli bo'lgan analizlar uchun yozishimiz mumkin. Misol uchun qanday qilamiz? Buning uchun yana bitta yo'li, osonroq yo'li, biz misol uchun ingliz tilida berishimiz kerak. Mana Google переводчикka kiramizda yozamiz misol uchun menga
ushbu dataset yordamida chuqur analizlar qilib ber deymizda, misol uchun mana bunday qilib turib, men misol uchun bunday deymiz. 15 ta eng ko'p yuklangan datasetni chiqarish, misol uchun, keyin yana nimalar? Eng katta hajmli 20 ta datasetni chiqarish deymiz, misol uchun. Mana shularni yozib misol uchun mana copy qilamizda, mana bu yerga tashlaymiz, mana misol uchun. Agar endi shu yerga sizga zarur bo'ladigan bo'lsa, o'sha agar kerak emas bo'lsa, buni nima qilamiz? Skip version qilsak ham bo'ladi. Xo'sh, agar mana shu joy zarur bo'ladigan bo'lsa yozasiz, zarur bo'lmaydigan bo'lsa, mana bu yerda skip version, ya'ni bu o'zi avtomat qiladi agar biz yozmasak. Endi generatsiya qilish jarayoni boshlandi. Mana shu usullar bo'yicha nima qiladi bu? Nomini aniqlaydi, ma'lumotlarni aniqlaydi, mana chartslaydi, o'sha grafiklarni aniqlaydi, filtrlar qiladi, juda ham ko'p ishlarni qiladi. Hozir mana kutib turamiz, endi bu o'sha datasetni hajmiga qarab, kattaligi, kichikligi, ichidagi o'sha ma'lumotlardan kelib chiqib nima qiladi? Analiz qiladi, tahlil qiladi. Juda ham bir nima deydi? Foydali dastur hisoblanadi. Albatta birgalikda buni ko'rib o'rganamiz. Ozgina kutamiz endi. Mana bu yerda o'sha sekundlarda bizga nima qilib beradi? Hisoblab beradi, qanaqa jarayon ketayotganligini. Mana o'sha chiqardi. Kaggle Datasets Explorer, ya'ni datasetlarni nima qilish, ekspluatatsiya qilish, o'rganish, izlanish degan ma'noda. Endi bu tarjima qiladigan bo'lsak, endi qarang. Generate application'ni bosamiz. Mana generatsiya jarayoni boshlandi. Buni ham xuddi shu mana bu joyda o'sha vaqtlarini nima qilib beradi? Bizga hisoblab beradi. Qancha vaqt ketyapti, nima bo'lyapti, ketma-ketligi, boshqasi mana ko'ramiz. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, o'sha jarayonlar ketyapti. Layouts, theme, ya'ni o'sha temalari, filter komponentlar, data cards, data table, bu yerda chartslar ketyapti mana. Dataset download trend, top dataset by view count, dataset license distribution, dataset tags frequency, compare dataset metrics, dataset creator ranking, ya'ni datasetni yaratgan insonni o'sha baholashigacha nima qilib berar ekan bizga? Ko'rsatib berar ekan mana. O'sha tayyor bo'lib qoldi, mana. Mana hech qanaqa ish qilganimiz yo'q. Hammasini o'zi avtomatik ravishda 0 dan to pro darajasigacha nima qilib berdi o'zi? Chiqarib berdi, ko'rsatib berdi. Mana 25 mingta dataset, mana boshidan keladigan bo'lsak, mana data updated, qachon data yuklangan, nimada bo'lgan, mavzusi nima, misol uchun mana bu yerda asosiy temasi yozilgan. License type all, mana bu yerda filtr berishimiz ham mumkin o'zimiz. Average downloads 5595 ta, average views 22041 ta, average votes, average usability, juda ham ko'p ma'lumotlarni nima qilib beradi bizga? O'zi chiqarib beradi avtomatik ravishda. Mana ko'rishimiz mumkin. Monthly aggregation dataset download trends. Misol uchun mana bu o'rtada juda ko'p nima qilingan? Download count 95 mingmi? Yanglishmasam, mana shunaqa yoki millionmi, mana shunaqa natijalar ko'rsatyapti. Million ekan, mana 100 m deb qo'yibdi. Bu yerda sekin kamayyapti o'sha datasetlarni yuklab olish. Total downloads, ya'ni yuklab olishlar soni. Top datasets by view count, ya'ni eng yuqori datasetlar, misol uchun qaysilar ko'p ko'rilgan, lifestyle data, misol uchun mana ko'rishimiz mumkin. Dataset license distribution, mana litsenziyalar bo'yicha turlarida o'sha ulushlarni ko'rsatib beryapti bizga. Dataset tags frequency deydi. Bu ham juda ham foydali narsa. Taglarni frequency qilish, tags by frequency, ketma-ketlikda ko'rsatish, boshqasi. Ya'ni qaysi taglar yordamida mashhur bo'lgan datasetlar, mana data analytics,
data visualization, exploratory data analysis, seabird, matplotlib, mana qaysi anavlardagi taglar yordamida mashhur bo'lgan 15 ta datasetni nima qilib berib ko'rsatib beradi. 15 xil ko'rsatkichni. Keyingisi compare dataset metrics. Metriklar bo'yicha taqqoslash. Download count, arts and entertainment, artificial intelligence. Mana artificial intelligence bo'yicha ham ko'rsatib beryapti bizga va arts and entertainment bo'yicha ham datasetlarimizni ko'rsatib beryapti. Keyingisi dataset creator ranking. Mana top 15 dataset creators by total downloads. Mana ko'radigan bo'lsak, eng birinchi Omar Essa degan inson mana shu yerda eng yuqori baholarda mana shu insonni datasetlari eng ko'p yuklangan bo'lib chiqyapti. Eng kami Prince Rajak degan insonniki kamroq yuklangan. Mana bu yerda 15 ta inson. Mana bu yerda endi filtr berib o'zimiz yana nima qilishimiz mumkin? Topishimiz mumkin. Mana creator name dan qidirishimiz mumkin. Misol uchun mana Omar Essa deyapti, to'g'rimi? Mana shuni alohida chiqarib olishimiz mumkin filtrlar berib yoki boshqa mana page'larni anosi misol uchun o'lchamlari mana bilan bosadigan bo'lsak, keyingi anavlarga o'tib boraveradi mana. Bitta orqaga qaytish, bitta oldinga qaytish. Juda ham ko'p analizlarni qilsak bo'ladi. Endi aytaylik, mana shu yerda bizga kerakli anavlar bo'lmadi. Nima deymiz endi? Xulosalar bo'lmadi. Nima qilamiz? Mana buni boyagi joydan o'sha bunga izohlar yozib, izoh yozganimizdan keyin nima qilishimiz mumkin? O'zimizga kerak bo'lgan ustunni yoki bo'lmasa kerak bo'lgan analizni chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Endi biz mana buni silka qilishimiz kerak. Kimgadir silkasini yuborishimiz kerak. Mana analiz qildik. O'sha so'ralgan analizlarni qildikda, bu ko'rish kerak. O'tirib kompyuterda ko'rishi uchun mana bu yerda publish degan narsa bor. Mana publishni bosamiz. Mana uploading 1 to 5 minutes. Ketdi уже. Mana ko'ramiz hozir. Mana Max Publisher apps reached delete an existing app to publish a new one. Mana bunday aytayapti. Oldingi anonimiz bor-ku, oldingi loyihamiz bo'lganligi uchun buni aniq qila olmayman deyapti. Publish qila olmayman deyapti. Mana ko'ramiz hozir. Tak projects ga kiraylik. Mana buni o'chirishimiz kerak oldingini. Delete project qilamiz. Mana bu o'chib ketsin. Keyin mana bunga aniq qilishimiz imkoni tug'iladi mana. Publishing qilish imkoniyati tug'iladi. Hozir mana ko'ramiz. Mana shu publish qilib turib, aniq qilishimiz mumkin bo'ladi. Silkasini yuboradigan bo'lsak, o'sha bemalol o'sha inson ko'rib bizga bu bilan ishlash mumkin bo'ladi. Tak, hozir ko'ramiz. Bu to'liq ochilib oldimi? Mana buni ochamizda Dash apps mana bu yerda bor ekan, mana YouTube'nikini. Mana buni stop qilishimiz kerak. Mana bu yerda hozir ko'ramiz. Prepare logs deyapti. Runtime. Tak, log file bizga kerak emas. Bitta orqaga qaytamiz. Mana shuni qanaqa qilib download qilsak, delete qilib olsak bo'lar ekan. Mana buni yopib qo'ysakchi. Tak, mana bu mana shu silkasida bu. Mana shunda xuddi shunaqa silka chiqaraydi. Hozir bizga bu YouTube Video Analytics bo'yicha turibdi. Lekin bizga bu kerak emas, mana bu kerak bizga. Keyingisini silkasi kerak bo'ladi. Mana buni bosamiz, mana. Mana bu account bilan kirib oling deyapti. Accountni bosamiz. App running at this URL. Mana shuni to'xtatishimiz kerak bo'lyapti-da. Hozir. Qanaqa holatda buni aniq qilsak bo'lar ekan? Nastroykalardan, mana bu yerdan actions stopni bosamiz mana bu yerda. Mana stopping bo'lsin. Mana stopping to'xtash jarayoni boshlandi deyapti. Mana stop it. Endi orqaga qaytib ko'ramiz bitta. Endi mana buni bosamiz. Yo'q, baribir ishlamadi. Mana bu stop bo'lgandan keyin mana keyingisini ishlatishimiz kerak bo'ladi-da. Tak, mana buni bir bosib ko'raylikchi.
Buni bosadigan bo'lsak, yangi anov bosib ketadi bu. Yangi analizni o'shaning uchun orqaga qaytamiz. Hozir bir variantini qilamiz, xudo xolasa. Mana bunga kiramizda app limit reached. Mana buni startni bosaylikchi. Revision building boshlandi mana. Ko'ramiz hozir. Mana shunaqa nima deydi? Gohida tushunarsiz bo'lib qolsa yoki qanaqadir muammo chiqib qolsa, qo'rqmaslik kerak, albatta harakat qilib o'rganish kerak. Bu ham albatta foydali bo'ladi. Misol uchun birdaniga hamma nima bo'lib ketmaydi, zo'r o'rganib keta olmaydi. Vaqt o'tishi bilan sekin-sekin yaxshilashib boradi, xudo xolasa. Tak, hozir ko'ramiz. Ozgina kutamiz. Ozgina kutamiz. Tak, building mana o'sha jarayonni qurish boshlanyapti. O'sha boshida biz kutgan sekundlarimiz bor edi, o'sha jarayon qaytadan ishlayapti, ya'ni starting. Mana bu jarayon. Mana hozir ko'ramiz. Mana shu jarayonni qaytadan ishga tushirib, bizga o'sha linkini chiqarib olishimiz kerak-da. Mana running bo'lyapti, demak, yaxshi. Mana runtime'ni ko'ramiz hozir, mana bu yerga chiqsin. Shu bilan xudo xolasa bizga o'sha silka orqali chiqarib berish kerak. Ozgina kutib turamiz. Albatta buni pullik versiyasi bor. $29 yanglishmasam o'sha to'lovi. Buni ham hozir ko'rsataman. Pullik versiyasida bunaqa anovlar bo'lmaydi. Faqat bitta emas, bir nechta mana shu silkalar chiqarib olish imkoniyati bo'ladi. O'sha haqiqiy loyiha boshlagandan keyin, ish boshlagandan keyin albatta bunga to'lov qilib bemalol ishlash mumkin bo'ladi. Bundan muammo bo'lmaydi. Xudo xolasa, albatta buni tashkillashtirib qilamiz. Nima deydi, o'sha haqiqiy ish jarayoni boshlangandan keyin bu pullar katta pul bo'lmay qoladi, albatta. Xudo xolasa. Tak. Hozir kutamiz ozroq. Mana running time. Endi mana bu yerdan orqaga bitta qaytaylik-da, mayli. Reached limit deyapti-da, mana shuni limitini to'xtatib olishimiz. Yo'q, mana endi bo'ldi mana. Mana Kaggle Dataset Explorer. Mana ko'radigan bo'lsak, xuddi shu analizimizni, boyagi analizimizni linkini berdi bizga. Mana Ctrl C qilaman. Buni endi kimgadir, misol uchun mana yuborib qo'yishim mumkin bo'ladi. Aytaylik, ma'lum bir joyga saqlab qo'yib, misol uchun mana shuni yuborib o'sha orqali ishlashim mumkin bo'ladi. Demak, yangi dataset yuklagan paytda link bermasa, mana shu joydan kirib, mana bu yerdan hozir mana ko'rganimiz kabi mana bu actionni stop qilib, keyingi link uchun mana actionni startni bosib, mana shunday qilib turib to'g'rilab olish nima imkoniyati bo'ladi. Mana bu ham albatta foydali narsalardan biri. Plotly bo'yicha bugun ko'rib o'tmoqchi bo'lgan narsalarimiz mana shulardan iborat edi. Albatta bu juda ham foydali nima deymiz, o'sha platformalardan biri hisoblanadi. Mana trial deyapti. Mana billing bo'limiga o'tadigan bo'lsak, to'lovlar bo'limi bor. To'lovlar bo'limidan summasini ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana change planni bosadigan bo'lsak, mana $29 months, ya'ni oylik to'lovi. Mana bunda maksimum AI bor, bu shart emas, asosan $29 yetarli hisoblanadi. Mana trial degani tekin varianti hisoblanadi. Biz hozir mana shu holatda turibmiz. Demak, mana shu narsa bugun ko'rib o'tmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi, xudo xolasa. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.